hozir sizlarga xamut fasonini bichilish texnikasini ko'rsatib o'taman. Xamut fasonimiz o'rtasida bilsangiz kerak, mana bunday skladkalar yig'indisi bo'ladi. Bu uchun matomizni uy balandligiga nisbatan 1-1,20 santimetr ziyodroq olinadi. Masalan, 3 metrlik xonamiz uchun 1,20 qo'shsak, 4,20 mato olamiz. Mana bu xona balandligi hisoblansa, shu yergacha agar 3 metr bo'ladigan bo'lsa, 1,20 mana bu tarafimiz. Materialni buklab, o'rtasidan topib, o'rtadan mana shu 1,20 ga chizib olamiz. Mana shu yo'l bilan bichilgandan keyin shu joyiga karsaj tikamiz. Karsaj tikilib tortilsa, sizda xamut fasoni hosil bo'ladi.